O'rtoqlar, bu yahudiylarni qaranglar. Arab o'lkalarida musulmonlar o'z rosa kolalar ichlarida oldin, hozirgi kunda butun dunyoda, xossatan arab diyorlarida, hamma yoqda kola boykot qilib, kola olmay qo'ydi. Mekka kola deb chiqaribdi. Odamlar olsin deb yahudiylar Mekka kola deb chiqaribdi. Qarang. С добавлением воды Zamzam, ya'ni Zamzam suvidan qilingan, ya'ni musulmonlar olsin deb, musulmonlar hozir yer yuzini ko'pini tashkil qilishadi. Musulmonlar olsin deb shu Zamzam suvi qo'shilgan deb shunaqa chiqaribdi. Boykot bir xil aytadi, boykot hech narsa hal qilmaydi, juda katta narsa hal qiladi. Eng qizig'i, gazli ichimliklardan Pepsi, bitta bunga raqobat Pepsi, bittasi kola. Eng qizig'i shu Pepsi ham yahudiylarniki ekanda. Tasavvur qilinglar, futbolda Ronaldo, Messi borda, ikkita eng yulduz. Ikkalasini talashib odamlar raqobat qilib talashardi. O'zi esimizni taniganimizdan beri gazirovka ichimliklardan yarim odam Pepsi desa, yarim odam kola desa, kolani anaqasi muxlisi ko'proq edi-ku O'zbekistonda. Lekin ikkalasi ham baribir o'sha yahudiylarga tegishli ekan. Boykot qilish kerak. Milliy kola, qanaqa kola bo'lishidan qat'iy nazar boykot qilish kerak. Nimaga desanglar, bu tushgan pulini o'sha yahudiy armiyasiga beryapti. Yahudiylar musulmonlarni bundan tushgan pulga musulmonlarni o'ldiryapti. O'sha hissa qo'shgan bo'lib qolasizlar. Hissa qo'shgan bo'lib qolasizlar. Payg'ambarimiz yahudiylar bilan jang qilganda, ular ahdiga vafo qilmagani uchun jang qilgan paytlarida Madinada ularni tepali joyda turishgan, produktlarini ko'p qilib olib, qo'rqib chiqishmagan, kunlab chiqishmagan, ovqatlarini zapas qilib olishganda, sahobalar ularni pastda kutgan, ular chiqmagan, o'shani baland uylariga kirib ketib chiqmagan, ovqatlarni zapas qilib olib. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam boykot qilganlar. Qanaqa boykot qilganlar desanglar, u payt ham yahudiylar hozirgi kunda hamma katta tijoratni bular egallab olgan-ku. U payt ham Rasululloh davrida ham bular xurmo biznesi bilan shug'ullanardi. Xurmo biznesi, xurmolarni yetishtirardi. Rasululloh payg'ambarimiz hamma xurmo daraxtlarini kesib tashladiganlar. Sahobalar kesib tashlanglar deb buyurgan. Daraxtlarni kesib tashlashgandan keyin, ya'ni boykot qilishgan, shu xurmo daraxtlarini kesib tashlashgandan keyin yahudiylar o'zi tushgan, jizya to'lashga rozi bo'lib tushgan. O'zi jizya to'lamaymiz deb qochib chiqib ketgan, qamaliga urushga ham tushmagan, qo'rqib boykot qilib daraxtlarini kesgandan keyin bo'ldi, mayli o'sha xurmo hamma daraxtim ketib qolmasin deb xurmo biznesdan sizlarga ham ulush to'lashga rozimiz deb o'shanda rozi bo'lishgan. Ya'ni O'zbekistondagi amaldorlar va Rasululloh ham daraxt